o'rtaga suyak tashlamaguningcha kimning it ekanligini bilib bo'lmaydi. Do'st uchun qurbon bo'lish qiyin emas, lekin qurbon bo'lishga arziydigan do'st topish qiyin. Bilasizmi? Boshiga ish tushgan odamni shilish o'likdan kafan yechib qolish bilan barobardir, dedi Abdulla Qahhor. Hech qachon xodimdan sodiqlik talab qilinmaydi. Sodiqlik yaratiladi. Ko'pincha bu holat kimlarda uchraydi? Oylik kechikilgan paytda, hurmat saqlanmagan paytda, ammo sodiqlik talab qilingan paytda. Nazoratni olib tashlaychi. Ish ham, sifat ham tushib ketadi. Bu xodim aybi emas. Bu tizim xatosi. Hozirgi ochiq haqiqat, sodiq xodim bo'sh joydan chiqmaydi. Uni sening muhiting yaratadi. Agar odam siz uchun emas, faqat sizning foydangiz uchun ishlayotgan bo'lsa, u ketadi, kech yoki tez. Eng sodiq xodimlar eng ko'p talab qiladigan joylarda emas, eng adolatli joylarda ishlaydi. Esingizda bo'lsa, xodim pul uchun keladi, hurmat uchun qoladi. Siz esa obuna bo'ling. Bunday faktlar doim ham uchrayvermaydi. Ziqna dehqonning ombori kalamushga to'la edi. Qoqlarni kemirar, hamma joyda shitirlash. Majburan oq mushuk oldi. Mushuk kalamush ovlashni maqsad qildi. Kecha kunduz ishladi. 3 kunda hammasini yo'q qildi. Ombor jim bo'ldi. Dehqon o'yladi, kalamush yo'q bo'lsa, mushuk nima keragi bor? O'sha kecha mushukni haydab yubordi. Bir necha kundan so'ng kalamushlar qaytdi. Avvalgidan ko'p zarar ko'rdi. Bu safar fermer qora mushuk oldi. U aqlli edi. U kalamushlarni o'ldirmasdi. Shunchaki ularni jarohatlardi va natijani ko'rsatib keyin qo'yib yuborardi. Har kuni kalamush tutdi. Dehqon xursand bo'ldi. Uni mukofotladi. Kalamushlar esa hech qachon butunlay yo'q bo'lmasdi. Asta-sekin dehqon mushukka bog'lanib qoldi. Mushuk esa bemalol yashay boshladi. Psixologiyada bu ortiqcha mukammallik tuzog'i deyiladi. Oq mushuk ishini mukammal bajardi va shu sababli kerak emas bo'lib qoldi. Shuning uchun ba'zan 100% ish sizni chetlatishga sabab bo'ladi. Kichkina nomukammallik ko'pincha eng xavfsiz tarzda yashash qoidasiga aylanadi. Ishxonada hech kim sizga do'st bo'lmaydi. Ishingizni qiling, pulingizni oling, sekin uyga ketavering.